Har bir jon uchun, har bir hayot uchun biz kurashamiz. Yugurib yurgan bola birdaniga dumalab tushadi. Hamma travma deb o'ylaydi. Mashaqqatli ish, chunki birovni hayotini bo'yningga olib kirib ketyapsan. Hamma emotsiyalar ichingizda, buni hech kimga tasvirlab ham bera olmaymiz. Endi miyani holatini ko'rsangiz, achinarli holat. Miya juda og'ir darajada lat yegan. Umid yo'qolmaydi, so'nmaydi hech qachon. Har doim umid qilish kerak, har doim kurashish kerak deb bilaman. Biz 24 soat davomida aloqada bo'lishingiz kerak. Tilni bilmasang, o'z ustingda ishlamasang, oq xalat kiyishga haqqing yo'q. Yarim tunda bir bemor tushgan. Qo'ng'iroq bo'ldi, kela olasizmi, yordam bering. Miyani qon tomiri organizm o'ziga xuddi begona deb biladi, yopib boshlaydi. Zargar sochilib ketgan narsani bittalab yig'dim deydi-ku, xuddi shunaqa taqqoslasa bo'ladi. 19 soat davomida operatsiyonda bo'lganlar. Bir nechta takliflar, variantlar bo'lgan, lekin yo'q, men vatanga qaytaman, shu vatan meni katta qildi, osh tuzini yedim shu vatanni. Yaqin soatlarda Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmatining ichkarida loyihasini navbatdagi soni e'tiboringizga havola etiladi. Ichkarida o'tkazib yubormang.